Direktimni bo'g'illatib tashladinglar. Mashinaga necha pul berdingiz? Barterga qildingizmi? Reklama bilan r bo'lib ketdinglarmi? Yoki ichiga nimalar ketdi? Qanaqa mahsulot ishlatdingiz deb rost so'radinglar. Men umuman bilmayman. Nima ketdi? Kelishilgan summani berdim, bo'ldi. Qolganini shu akaning o'zlari bitirdilar. Bu yog'ini Ilhom akadan eshitaverasizlar. Xo'p, bu mashinaga necha pul ketganini sizlar topsanglar, agar mana shu migalka $200 sizlarga shundoq men hadya qilaman, addushi. Xullas qaranglar, qilib o'tgan ishlarimizni полный salon pertashka qilganmiz. Kuzovni полностью polirovka keramikasini qilganmiz. Diska qo'yilgan. Mana bu tarafi полностью siz operator qo'yib yuborasiz, eski dosini полный qirilgan edi. To'g'irlaganmiz, kosmetika qilganmiz hamda ichidagi salondagi poliklariga bitta ahamiyat beringlar akalar. Shunaqangi приятный qilganmiz. Eng asosiy kayf beradigan joyi akalar, STPdan shumizatsiyalar qilingan. Общий. Men ko'p gapirib o'tirmayman, narxini hozir bitta aytaman. Qaranglar, salonga полностью pertashkasining o'ziga $1800 pul xarajat qilindi. Va polirovka keramikasi akalar, o'zingizlar bitta topinglar. Bizlar necha pulga qilib berdik mana shu qizga polirovka keramikasini. Diskasining narxi $800, shumizatsiyaning narxi $700. Общий ketgan obzorini miyatinasi bilan qo'shib bitta direktga yozinglar. Men sizlarga addushi mana shu migalkani sizlarga sovg'a qilib yuboraman. Remenlarni ko'ryapsizlarmi? Qalbim kabi oppoq. Sizlardan kichkinagina iltimos qilardim. Videoga bitta like bosib, monzasi bor og'aynizga bitta tashlab qo'ying.